салом арз менамоем ба ҳамон инсоное ки аз ҳар гӯшаву канори дунё тавассути YouTube канали Аҳрори Channel ҳамешагӣ моро пайгирӣ менамоянд. саломи гарму ҷӯшони мо аз маркази вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанди Босонӣ ва хосатан аз қафои театри Масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ. Дӯстон, оҳиста-оҳиста мавсими нави пешниҳоди барномаҳои консертӣ аз ҷониби овозхонҳои вилояти Суғдам оғоз шуда истодааст. Имрӯз бошад мо таҷлил менамоем 25-солагии фаъолияти эҷодии ду ҳунарманди шинохтаи Суғдзамин, гурӯҳи Ҳилол, Аловиддин ва Ҳилолиддин Шамсиевро. Мо ба хотири чун ҳар вақта пешниҳод намудани як лаҳзаҳои ҷолиби ин барномаи консертӣ ба ин театр ҳозир шудем ва ҳоло бошад ворид мешавем, чун ҳамешагӣ ҷолибтарин ва рангинтарин лаҳзаҳои консертро ба шумо пешниҳод мекунем. То ворид шудан ман вазифадор ҳастам ки қайд кунам сарпарасти кулли барномаи мо ин Бонки Имон Интернешнл аст. Ва Бонки Имон Интернешнл ки дӯсти наздики молиявии шумо аст, ба хотири осон намудани мушкилоти молиявии шумо корти визаро пешниҳод мекунад. Тавассути ин корт шумо тамоми мушкилоти молиявиятонро ҳал карда метавонед. Аҷоиботаш ин ки ин корт дар зиёда аз 100 давлати дунё кор меояд. тамоми мушкилоти молиявиятонро тавассути танҳо корти виза аз Имон Интернешнл ҳал карда метавонед. Пас ман тавсия медиҳам ки ба тамоми нуқтаҳои хизматрасонии Бонки Имон Интернешнл ҳозир шавед ва корти визаро ба даст оред. من از سمرقند آمدم از جیزه ماهیرگاه هست خالی زنبشته است. زندگی نامه برادران شمسیف‌ها خیلی رنگین و خاطرمان میباشد. زیرا علاویدین سنه 14 می سال 1976 و هلال‌الدین 6 می سال 1978 در دهه ساموار دهاتی به نام اسماعیل حمزه‌ای نوای باجان غفورов در عائله آوازخوان خوش سلیقه هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شادروان باباجان شمسیف چشم به عالم هستی شدند. پدری این کس باباجان شمسیف من که دقتی کار کردگی هر دو ما یک روز به کار کردگی ما هم کار به درآمدگی دوشان کردی. اینه بینید که من امروز 25 سالیسی این پسرها فعالیت سندشون همه بلند برداشته. من امروز کنسرت خوشده میشد. الهی اینها به موفقیت میطلبم. و این بود که سال 1993 پس از ختم صنف نهم برای سرکل دادن مهارت سرایندگی به شعبه سرایندگی سرودخانه عنعنوی کالج صنعتی به نام صادقخان حافظ شهر خوجند داخل شدند. هلال‌الدین و علاوالدین کار و پیکار و دوام دهنده راه ایجادی پدر خود را گرفتند. O'zbekiston 60 gol da shmo Qo'brajeli. Bir vaqtlar Azimaka Alaviddin ve Hilaliddin Şamsiyevha ra ro'yi sahna mehmoniyat. Marhaba. در زینه‌های منبع ایجادی کامیابی و موفقیت‌ها تمنا می‌نمایم. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوبخان امانزاده. و از نام محترم رئیس ولایت همین یک آینه نیلگون برادران خیرخواه. bizni kelishimizni sababi bobojon akani ruhlari, bobojon akani ruhlarini shod qilish, o'sha o'tganlarni ruhini shod aylash, yaxshi kunlarda xalqimizga boyak-bor tanishtirib, ularning ruhlarini shod etish, san'atkorlarni bir-biriga bo'lib mehrini ko'rsatish biz san'atkorlarimiz borlarning
burchimiz. Bugun mana shunday anjumanda turib men juda ko'plab san'atkorlar bilan yuzlashdim. Jo'rabek Murodov nomiga qilingan muzeyni tomosha qilib juda ham bir katta tarixga ega bo'ldim. Men o'sha muzeyni ahliga aytdimki, bu muzey Jo'rabek Murodov nomidagi Dunyo muzeyi deb atadim. Ular juda yaxshi qabul qilishdi va shunday yozuvlar qoldirdim bu yerda. Haqiqatan ham dunyoga tatiydigan eksponatlar, dunyoga tatiydigan shunaqa bir ko'rgazmali qurollar turibdi-ki, u butunlay bir juda ham katta tarixni bizlarga eslatdi. اصلا اگر درباره صنعت و درباره موسیقی گپ بزنیم، با من پدری علاءالدین و هلال‌الدین حق استادی هم دارم، چون ما بسیار خرد بودیم. سال 72 من به همین درگاه تئاتر نخستین قدم های خود را گذاشته در همین صحنه تئاتر برآمد کرده بودم. اون وقت ها بابا جان شمسی یکی از چهره های شناخته اون وقت ها معاصر میگن، معاصری همون دوره زمان بودن. یک چند سرود هایشان رو خوب گوش میکردیم. البته همه میدونن سرود های اون کسی رو نامبر کردن، گلدسته گوی میگن، دیگرش با رفته میگیره. حقی استادی دارن، بسیار شخصی بزرگ بودن. Rahman. Usta var değil mi? Usta Talbon. Rahman. Rahman devam. مادران عزیز همیشه صحت سلامت باشید. در قطار شمایان مادری ما هم دائما سلامت باشند. Sizlarga sog'lom bo'linglar. Alloh muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, yaxshi kunlar nasib etsin. Shogirdimiz Subrojon Hiloldiga. Manimcha yigit tug'ilgan bo'lsa kerak, Samarqanddan kelib ikki kishi aka-ukani kiydirib ketdi. Salomat bo'linglar. Omadlaringiz bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Endi olqishidan hech qachon so'nmanglar. Allah sizlarning panohida asrafida yuzlaringiz yorug' bo'lib, tengri ustozlarni fayzini bersin. Sog' bo'linglar. Tashrif buyurganimizga mana 2 kun bo'lgan bo'lsa,
mana shu 2 kun davomida biz ancha ustozlar bilan ham suhbat bo'ldik. Qolaversa Jo'rabek Murodov, Jo'rabek Nabiyev ustozlarimizni ko'rishga musharraf bo'ldik. Bugungi mana shunday ijodiy kechalariga men bu ikkala do'stimizga omad yor tilayman. Iloyim bundan keyingi ijodlariga ravnaq bersin. شادروان پدری اون کس تکا بابا جان شمسی و روحشان شاد باشد. بسیار انسان صمیمی خاکسار بودن. ما همچون فرزند در میویله ایسی فرزند بودیم و هر وقت که به تئاتر خواجه کمال میاندیم دوره دانشجویی البته دعای استاد میگرفتیم با هم. البته باعث خرسندی و خوشنودی است که به طفیل این شب ایجادی علاوالدین و هلال‌الدین شمسیفو به ما میسر گردیده استوده است که از دیدار مبارک هنرمند خدمت نشان داده جمهوری ازبکستان استاد سند غیاث بایتایف هم بهره مند شویم. استاد السلام علیکم. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Sizni ko'rayotganimizdan bag'oyat xursandmiz. Men o'ylaymanki, bugun unutilmas uchrashuv bo'ladi tojikistonlik muxlislaringiz uchun. Albatta. Ustoz, nechinchi safar mabodo so'raganda ayb yo'q. Tojikistongami? Bale. Biz Tojikistonga avvalambor assalomu alaykum Tojikiston xalqiga men O'zbekistonni kelib tabriklayman. Iloyim umrlaring uzoq bo'lsin. Biz yaxshi ko'ramiz, qo'shnilar bilan yaxshi bo'lishni xohlaymiz. Biz Tojikistonga juda ko'p kelganman. Men bu yerda meni birga o'qigan kursdoshlarim, do'stlarim bor. Biz o'zimiz mehmonga, kichkina xizmat to'ylarga, to'y hashamlarga kelib yurganmiz, lekin konsertga mana hozir mana do'stimiz Olovuddin va Hiloliddin akani bugungi mana shu ijodiy 25 yilligi bilan tabriklab keldik. Sababki biz O'zbekistonlarda ham ko'p bu yigitlar bilan uchrashyapmiz, yaxshi kunlarda, yaxshi tadbirlarda qatnashyapmiz. Shuni tabriklashga keldik. Salomat bo'ling. Taassurotlar qanaqa? Oldingi kelgan paytingizdan yangiliklar bormi Tojikistonda? Albatta, hozir to'g'risini aytganda davlat rivojlanib ketyapti. Bizning O'rta Osiyo hamma joy rivojlanyapti. Mana qo'shni davlatlar hammasi o'z vatani uchun, o'z yurt, o'z xalqi uchun nima deydi? Hamma harakatda. Oldingiga nisbatan albatta shaharlarning ko'rinishi, mana hujjatlar ancha go'zallashib ketgan. Biz maqtovga sazovor bo'lgan. Mana O'zbekistonlarda ham juda ham hamma joy o'zgarish. Bu xalqni birdamligi. Iloyim Xudo xolasa bu Tojikiston bilan biz O'zbekiston juda ham qadrdonmiz. Hali ko'p kelamiz bu yerlarga. Sizlar ham borasizlar. Biz ham mehmon do'st O'zbekiston. Sizlarni kutamiz. Albatta biz qo'shni davlat bizlar o'zi bunday surishtirib ko'rsak hammamiz bitta insonmiz.
Tilimiz boshqa, lekin o'zimiz bir insonmiz, bir xil insonmiz. Shuning uchun Xudo xolasa mana hozir muxlislar kelayotganini ko'rib, shu do'stlarimiz tadbiriga biz ham bir hissamizni qo'shaylik deb keldik. Iloyim yurt tinch bo'lsin, yurtimizga, yurtinglarga ko'z tegmasin. Bordi keldimiz bardavom bo'lsin. Bundan keyin ham Xudo xolasa bir-birimiz bilan borib kelish, aka-ukalar, bir-birimiz bilan qadrdon bo'lib, do'st bo'lib yurishni Alloh o'zi nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Albatta Tojikistonda shubhasiz aytishim mumkinki, muxlislaringiz ko'p ustoz. Ular uchun mabodo ozgina tojikcha kuylash iloji bormi? Bor. Ozgina. Xo'p, endi men tojikcha qo'shiqlarni ko'p eshitganmiz, boshqaganmiz. Xatolikka yo'l qo'yib qo'yishim mumkin, lekin o'zimning qo'shig'im bor. Misol uchun Sanamgina degan qo'shiq bor. Qoshi qaro, ko'zi qaro, qalamgina kuydiradi, suydiradi sanamgina shu chashmisi yo'q, abrisi yo'q, qalam dorat. Dardi maro donat, tanho sanam donat. Chashmisi yo'q, abrisi yo'q, qalam dorat. Dardi maro donat, tanho sanam donat degan mana shunaqa o'zim qo'shig'imni shunaqa tojikchaga aylantirganmiz. Shuni hozir aytib berdim. Yana boshqa qo'shiqlar bor. Mani bir qo'shig'im bor. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi, ha? To'g'ri. Modariki zindabod, pir nameshud umrbod. Lekin menga shu bir tojikchani yaxshi biladigan, farsi tilini yaxshi biladigan shoirlar, shuning mutaxassislari menga shuni nima deydi, aylantirib berilgan. Xudo xolasa nasib bo'lsa, chiqib davrada ham aytmoqchiman shuni. Bugun. Katta rahmat. Ustoz, yana bir marta aytaman, sizni ko'rganimizdan bag'oyat xursandmiz. Men o'ylaymanki, bundan keyin sizni safarlaringiz ko'p bo'ladi biz tomonga. Amin. Aytganingiz kelsin. Xush kelibsiz, ustozjon. Salomat bo'ling. Rahmat. Hunarmandi xalqi Jumhuriy O'zbekiston mehmoni oliy qadrimo, xeyli mo ustoz G'iyosjon Boytayev hayotxarsiga baland bezaning. Shahri Toshkent. Ustoz Qarsan arzanda Hasan so'rayman. G'iyos Boytayev. Bugungi sababchilarimiz mana shu Olovin aka hamda Hilol akaning shu 25 yillik mana shu san'atga qo'shgan xizmatlarini bayramini qilib turibdi. Biz tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa bundan ham buyuk unvonlarni olishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, hammangizni. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sizga omad ustoz. Rahmat. Xo'p, bir eshitadigan qo'shiq aytamiz, keyin sho'xni aytamiz. Maylimi? Sog' bo'linglar. Rahmat. Ey moder, ey moderjon, mehribon moder, mehribon moder, chashme intizor dori, dili g'am usar dori, chashme intizor dori, dili g'am usar dori. Sizni qiynab qo'ydi bu. Onajonim. Siz yoshingizni bildiraylik. Bizda Sanamgina degan qo'shig'imiz bor. Qoshi qora, ko'zi qora. O'ynaydiganlar bo'lsa marhamat, lekin bunisini tojikcha qilib kelganmiz so'zlarini. Mana eshitib qo'yinglarchi. Bu yerda raqqosamiz ham bor, birgalikda. Rahmat, gul uchun rahmat. Onaxon, umringiz uzoq bo'lsin. Alloh hammanglarga umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Marhamat.
Hunarmandi xalqi Jumhuriyat O'zbekiston do'st va barodari azamon G'iyos Boytayev. Ma'limajon marhamat. сухани навбатиро ба президенти композиторони давлати O'zbekiston Nigoraxon Xolxo'jaeva дода мешавад. Як қарсаки шимоён мобайни 60 davlatҳои ҷаҳон. Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli mana shu katta tantanaga yig'ilgan aziz muhtarama onajonlar, otaxonlar, go'zal qizlar. Bugun mana shu Aloviddin va Abdullalarni 25 yil yubileyga yig'ilgan ekanmiz. Bularni chin qalbimizdan tabriklab, bizni O'zbekistondagi xalqaro Turon kompozitorlar va bastakorlar uyushmasi tomonidan bularni a'zolikka qabul qilishga mana bugun ko'rdim, hisobotini qabul qilamiz va shu bilan birgalikda mana shu o'zim bilan olib kelgan notaga tushirilgan kuylarimni shularga taqdim etaman. Mana marhamat. Doim sog' omon bo'lsin. Ijodlari bundan ham barkamol bo'lib, dunyo yuzini ko'rsin ijodlaringiz. ما خیلی شادیم که امروز مخلصان اشدی تئاتر کمال خجاندی در اینجا جمع آمدن و همه شمایان سری تعظیم فرود بیاریم. خوش آمدید هنرمندان مورد خوشبخت. از تمام گوشی کانال ولایت صبحدم شهر دوشنبه از دولت همسایه ازبکستان چست و نماندان و فرغانه و قرقند و اندیجان شهر تاشکند سمرقند مهمانان حضور دارند. یک قرصه میزنه برای مهمانانی که همسایه در اینجا حضور دارند. خوش آمدید. با سپاسنامه مذکور اکملجان اسماعیلوف. اکملجان دایق تحصیل دارند. شهر جیزه دولت ازبکستان. Alakbeşi, Şoyfi Cumhuriyet Özbekistan, Erkincan Kadarov. Şehri Samarkand, Bukhara. Ustad aziz xush omading. Muborak shahar, muborak shahar. Muborak shahar. Alakbeşi, Şoyfi Cumhuriyet Ham Özbekistan ve Kazakistan aşağı Çirkin Toşkan, G'iyosjon Boytayev. Hozir Toshkent Bilansham. Ustoz G'iyos Boytayev. Ham qatnashman. Ustoz qizim. Chunki baraka sevonlar tojikcha sanaymish. Davlat Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston. G'iyos Boytayev. همچنین دوست برادر ما که این چند روز که ما برای ماموریت نمی‌شده بینیم زمانه می‌شدیم تمام شهر نوای ما گشتیم ازبکستان رفتیم آن نوارمی در جدیدان برای ما کمک رساندن داداجان بابایف شهر پنجگیر کی باز نامه